Mesela Marg'ilon, kombinat, qush bozoridan Qora to'g'ri mana. Bularni olishib 400 ming. 400 ming so'mdan olishdi qora tovuq. Buni bog'lasa akalar Marg'ilon kombinat qush bozorida biz qator yangi videolar obzor chiqishga harakat qilyapmiz. Shularni ko'rishlaringiz mumkin. Har xil qushlarimiz ham bor ekan. Chiroyli qushlar ham bor ekan. Bog'lar mehmon akalarimiz joylari bog'lasa. Ha, pinada yangicha. Aleksandrskiy, Hazelo, yana qanaqadir qushlar. Bog'lasa ko'rib turinglar. Aka, durongmi? Qanaqadir ajoyib qushlar bor ekan. Bir juft Jako ham chiqdi bozorga, xudo xolasa. Bozor avjida. Jakolarni 2,5 ming baho qilyapti. Uni 2,5 ming baho qilyapti akalar. Xudo xolasa. Bozorda yurganlaringda hamyonlaringga, pul-mullaringga, telefonlaringga ehtiyot bo'linglar. Xudo xolasa bozor ma'muriyati javob bermaydi. Ehtiyot bo'laveramiz akalar. Ular narx-navolari egalari Halolda beyin qarab ko'ringlar, cho'ng qo'lini. Juda qoldi, bola. Mana tayyor topilganlar, xudo xolasa Marg'ilon kombinat bozorimizda. Shunlar va endi. $100 baho qilyapti. Anjelina, Aleksandrskiy. Anjelina bor. Yosh polaponlari bor mana. Donga tushib qolgan Anjelinalar. Kerakami joylari. Mana 90 ming so'm olishyapti bugungi bozor. Xudo xolasa. Bozor nihoyatda zo'r bo'lyapti. Odam bugun nihoyatda ko'p. Har payshanba kuni bozorimizda shunaqa odam gavjum bo'ladi. Yakshanba kuni sal odam sevsaladi akalar. Marg'ilon kombinat bozorida. Ko'rishlaringiz mumkin, xudo xolasa. Radijnilar ham chiqibdi. Maska fishki. Aka fishillar nech bilagan? Qaysilar aka? Ha? Fishlar 350 ming. 350 ming. Qarasa. Fishi akalarmi? Fishillarni bir jupa 350 ming so'm baho qilyapti. Aka chexlar nech bir? 300 ming mali ham 300 ming aka. Ekovi ham nar ekan, donasini 300 ming so'mga aytdi. Aka Maalesef. Peki. Bittasi 250 ming. Marg'ilon kombinat bozorimizda xuddi shunday mana qapaslar ham chiqadi bu yoqlarda mana. Bulardan mana shunaqa qapaslar chiqadi. Ko'rsatib ajoyib, antikvar, o'zi yig'ishtiriladigan gineznoylar ham chiqadi, xudo xolasa. Marg'ilon kombinat bozoriga, xudo xolasa. Bunaqa probkalar ham hosil bo'lib qoladi Marg'ilon kombinat bozorida. Ko'rishlaringiz mumkin. Rostdan ham yo'q tanishtirib borishga harakat qilyapman. Mana uyda mana doim bor. Mo'larni sizlarga narxga olmaydi mana. Don yeganlar. Gineznoylar. Ko'rishlaringiz mumkin. Oyzada gineznoylar narxi necha bo'lib qoldi? 10 ming, 10 ming so'mga. Katta karellalarga ham bor ekan, qarama. Bitta sava ushlaydigan qo'ponlarimiz ham bor ekan. Kimga zarur bo'lsa, Marg'ilon kombinat bozoriga kelaverasiz. Bu yoqlarda ham bor ekan, mana ko'rib turganingiz. Va mana to'g'ri bozorga kirishga harakat qilamiz. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bunday qiziq videolar har oldinda yana video qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib, kommentariya iliq so'zlardan yozib ketinglar. Hammaga rahmat. Like bosib, kuzatishda davom etinglar. Zo'r bo'ladi aka.